Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana 28-iyun 2020-yil Qirg'iziston O'sh oblasti Najgan ayoni Qo'rshoy Al-Muhammadiy masjid. Alhamdulillah, mana Alloh taoloning irodasi bilan oldi tarafini, mehrob tarafini ham urib oldik. Albatta Alloh taoloning yordami, albatta sizlarning duolar ijobat bo'lib, mana bu ishlar amalga oshyapti. Alhamdulillah. Albatta har bir yaxshilik ish o'zini yo'lida tez orada bitib ketgani afzal sabab deganda qancha odamlar bundan foydalanishadi. Shuning uchun hammalaringiz o'zingizlarda qisqalaringizni qo'shishlarga iltimos qilamiz. Sabab deganda o'zingizga xohlagan yaxshilikni birovga xohlamaganicha to'liq mo'min bo'la olmaysiz dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun mana shu majlis bitguncha yordam kerak bo'ladi, mablag' kerak bo'ladi, material kerak bo'ladi. Shunga o'z hissalaringizni qo'shib qo'ysangiz nur ustiga a'lo nur inshaalloh. Shunaqa qilib mana ancha masjidimiz bunday aytganda kundan kunga ko'zga ko'rinyapti. Alhamdulillah. Mana pillon-poyalari endi kunda kunora bo'layotgan ishlarni sizlarga tashlab tursak, albatta sizlar bizning muxlislarimiz bundan bir mamnun bo'lib qolsaringiz kerak deb o'ylaymiz. Sabab deganda bu ishni bu masjidlarda qancha bitishini kutayotgan odamlarimiz bor. Mana arslonboplik ustalari ham ishlayapti. Bismillahirrohmanirrohim. Allohning rahmat. Mana Hamdulloh do'stim o'zini dijogini olib kelib oilasi bilan, bola chaqasi bilan yordam beryapti. Mana bizda svet o'chib qo'ygan. Hormanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Izzatulloh, assalomu alaykum. Katta yigit bo'lyapsizmi? Assalomu alaykum. Motoringdan keldingmi do'stim? O'zing video olyapman dedi. Pilla pishganlarim o'qib. Ha, olyapman mana. Mana svet yo'qligini bildirmasdan do'stim o'zini dijogi bilan qurbonchilik qilyapti. Vaqti bilan, moli bilan, joni bilan Allohning yo'liga chiqinglar degandek, mana do'stim kelib mehnat qilib yordam berib, teshib beryapti ekan mana ularda. Mana bu yerga anaqa qo'yamizda, anaqa armatura saylatib ularga. Shu armaturani saylib shu yerga keyin haligi tumba qo'yiladi. Shunaqa, Alloh rozi bo'lsin, yana kundan kunlik ishlarda ko'ryapsizmi?